masjidning navbatdagi odoblardan biri nimaga e'tibor berishligimiz kerak deyilsa, aytiladiki, masjidga kirishda sunnatga muvofiq duo qilish. Masjidga kiryapmizmi? Birinchi albatta o'ng oyoq bilan kirmoqligimiz kerak Allohning baytida. Hojatxonada chap oyoq bilan birinchi kiriladi. Lekin Allohning bayti o'ng oyoq bilan kirib duo qilmoqingiz kerakki, Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Ey Allohim, menga rahmat eshiklaringni ochgin. Hozir namoz o'qiyman, duo qilaman, tasbih aytaman. Shularni Allohim benuqson dargohi ilohingda qabul aylagin deb ichimizda bir duo qilib keyin kirmoqligimiz kerak masjidning odoblaridan. Yugurib kelib yoki aqlimiz telefonda bo'la turib, telefonda gaplashib yoki sherigimiz bilan to masjidning ichigacha suhbatlashib emas, vaholanki aslida o'sha darvozadan kirayotganda suhbatimizni to'xtatib, boshqa ishimizni to'xtatib, sakinat bilan Allohning o'yida zikr qilib namozga kirishligimiz kerak.